Xulba. Bu o'ta undan ham kuchli narsa ekan. Umuman qisqa qilib aytganda men masalan oldin oshqozonim og'rirdi. Ishtaha unchalik yaxshi emas edi. Keyin bir ikkita suyalga o'xshagan narsalar chiqqan edi organizmda, ular ham hamma so'rilib yo'qib ketdi. Demak, yuz dardning davosi rost ekanmi? Yuz dardning davosi haqiqatan rostligini masalan men o'zim iste'mol qilib, o'zim hayotda mana ko'rdim, mana bir oy ichida ichib hamma narsa o'zgarishdi. Haqiqatan odam o'zi iste'mol qilsa, o'zi buni qilsa ko'radi. Shuning uchun men xalqqa yoki masalan meni eshitgan insonlarga aytmoqchiman, men o'zim boshimdan o'tdi, haqiqatan juda o'ta kuchli mahsulot. Zo'r. Sog' bo'ling, Imronqul aka. Siz ham sog' bo'ling, biz ham sog' bo'laylik. Rahmat sizlarga ham. Mana singlimiz o'zi bosh bo'lib bizga shu narsani tavsiya qildi. Men shuni iste'mol qilib xalqqa mana